Assalomu alaykum. Men bugun Xitoy hukumatining uzildirmay qilib kelayotgan yolg'onchiliklarga, Uyg'urlar ustidan ilib borayotgan irqiy qirg'inchiligiga va 2019-yili 12 oyning 9-kunidagi Shuhrat Zakirning e'lon qilgan yolg'on axborotiga qarshi o'z oilam haqida guvohlik beraman. Mening ismim To'xtachi Ahmad. Adresim Qashqar shahar O'rdishki ko'chasi 6-guruh 40-nomerlik uy. Men 2011-yili 6-oyda Turkiyaga tijorat sababi bilan kelgan. Taki 2016-yili 10-oy qadar o'zimning qonunli tijoratimni vatanga berib kelib davomlashtirayotgan bir tijoratchi edim. Dadam Ahmetjon To'xta. Bu yil 62 yosh. Dadamdan 2017-yili 11-oydan keyin hech qanday xabar olmadim. Dadamning jazo lagerida bo'lsa, shartsiz qo'yilib berilishini va men ko'rsatilishini Xitoy hukumatidan talab qilaman. Anam Rizvangul Abdurashid. Bu yil 60 yosh. Anamning 2017-yili 9-oyda singlim va yengam bilan jazo lageriga ilib ketilganligini angladim. Anamning jazo lagerida bo'lsa, shartsiz qo'yilib berilishini va men ko'rsatilishini Xitoy hukumatidan talab qilaman. Bu anam bilan dadamning Xitoy hukumatidan olgan pasportning rasmi. Ular pasportni olgan bilan hech qanday bir chet davlatga chiqmagan va hech qanday bir jinoyat o'tkazmagan. Acham Bilqiz Ahmad, o'rta maktab o'qituvchisi. Achamdan 2017-yili 11-oydan keyin hech qanday xabar olmadim. Achamning lagerda bo'lsa, shartsiz qo'yilib berilishini va menga ko'rsatilishini Xitoy hukumatidan talab qilaman. Akam Mehmet Ali Ahmad. Akamning 2017-yili Rozitning arpa kunisi Xitoy saqchilar tarafidan ilib ketilib, qisqa vaqtdan keyin 11 yillik kesilganlik qog'ozni uyga akab berganligidan xabar topdim. Akamning 11 yil kesilgidek hech qanday bir jinoyat yo'q. Jinoyati bo'lsa Xitoy hukumatining e'lon qilishini va shartsiz qo'yib berishini va menga ko'rsatishni talab qilaman. Yengam Aysham Zunun. Yengam 2017-yili 9-oyda singlim va onam bilan jazo lageriga ilib ketilgan. Ta bugunga qadar hech qanday bir xabar olmadim. Yengamning jazo lagerida bo'lsa, shartsiz qo'yilib berilishini va menga ko'rsatilishini Xitoy hukumatidan talab qilaman. Bular akam bilan yengamningki farzandi, bu 4 farzandi, 2 qiz, 2 o'g'il. Bularningki hozirgi ahvolidan hech qanday xabarim yo'q. Bularningmi bolalar jazo lageridami, nerede ekanligini bilmayman. Bularningmi menga bildirilishini va menga ko'rsatilishini Xitoy hukumatidan talab qilaman. Ikkinchi acham Sijira Ahmad. Kimlik ismi Sajidam. Bu acham sistralik kasbini qilibdi, sistrati. 2 farzandi bor. Bu achamdan 2017-yili 11-oydan keyin hech qanday xabar olmadim. Achamning jazo lagerida bo'lsa, shartsiz qo'yilib berilishini va menga ko'rsatilishini Xitoy hukumatidan talab qilaman. Singlim Sharifa Ahmad. Uy ayoli. 2 dona farzandi bor. Bu 2 farzandning rasmi. Singlimning 2017-yili 9-oyda onam va yengam bilan jazo lageriga ilib ketilganligidan xabarim bor. Singlimning jazo lagerida bo'lsa, shartsiz qo'yilib berilishini va menga ko'rsatilishini Xitoy hukumatidan talab qilaman. Va bu shaklda va har xil shaklda men guvohlik berishni davomlashtiraman. Ya'ni tijoratim to'g'riliq, tijoratimning oqibati, tijoratdagi sheriklarim va beshimdan o'tgan har xil zulm haqida
şahitlik guvohligini davomlashtiraman va buningga keng qarindoshlarning yordamida bo'lib tarqitib berishini umid qilaman. Oxirida xalqaro kishilik huquq inson haqlari tashkilotlaridan zulm uchirgan Uyg'urlarga yordamda bo'lishini so'rayman.